Oho, bunaqasini ko'rmagan. Voy dod. Mana aziz do'stlar, kechagina Andijondagi men dehqon bozoriga borib, qo'ydi o'pkasidan bo'lgan taomni yeb ko'rgandim. Mana bugungi kunga qadar hozir ko'rdim, Instagramda 507 ming odam ko'rgan, 507 ming. Bu taomni bizni do'stimiz, bizni akamiz, bizni hamfikrimiz Rahmatulloh Termiziy, Said Rahmatulloh Termiziy Shayx hazratlari yubordilar. Ularning oilalari mana shu vodiydan ekan, O'shdan ekan. Shuning uchun siz andijonliklarni yeb ko'rdingiz. Endi bir ko'ring, mana bizda ham qanday qilishadi. Mana qarang, juda katta o'pka, bu sayroqda va o'simlik yog'ida qilingan. Bu hasb solingan. Men juda minnatdorman va bu yerga mana chiroyli pomidorchilar, cherry sortli. Qani Anvarxon bir kesingchi. Buni sekin kesib yeb ko'ramiz. Bismillah deb va hasbni ham ko'ramiz. Mana murchlari bilan qilib berishibdi. Bugun Shayx hazratlari o'zlari haj safariga otlandilar. Ilohim dargohida qabul bo'lsin. Yangamizga katta rahmat aytamiz, kelinoyimizga. Men aytmoqchimanki, bu o'pkadan qilinar ekan, ichiga sut solinar ekan qaynatilib, ichiga o'simlik yog'i, ya'ni o'sha qo'shiladi yog' va juda chiroyli. Ichini ochib ko'rsatinglar. Bu oilada juda yaxshi. Mana bir xil aytadi, go'sht qimmat, go'sht qimmat. Biz yoshligimizda kartoshka palov yeganmiz. Albatta, esingdami, ukamman? Yoshligimizda biz kartoshka palov yerdik. Keyin bunaqa ovqat bor, nimadir edi Toshkentda. Xamir hasib deydi va nima? Xonim deydi. Xonim yerdik kartoshkali. Tovuqda ham ba'zida pul yetmasa, hayotda bo'ladi. Biz akarachka degan bo'ladi, Amerikadan kelardi, shuni yerdik. Hayot, go'shtning narxi bu fermerga bog'liq, yeyotgan narsasiga bog'liq. Men o'ylayman, biz har kuni go'sht yeyish ham zarar. Masalan, men bir kuni tovuq go'shti yeyman, bir kuni induk go'shti yeyman. Kurka ya'ni, bir kuni baliq go'shti yeyman. Haftada bir kun yoki 2 kun go'sht yeyishim mumkin va juda yog'liq joyini, go'shtdor joyini yemayman. Oddiyroq qaynatilgan joyini yeyman va baxt go'sht yeyishda emas. Men xullas fursatdan foydalanib yuragimdagi gaplarni aytib oldim. Ko'pchilik eshitmoqchi edi shu gaplarimni. Hasib uchun, bu qo'ydi o'pkasi uchun katta rahmat aytaman. Termiziy janoblariga, bizning do'stimiz, akamiz, katta rahmat aytaman. Kenayimizga shu mehr bilan bizga pishirib yuborishibdi. Hammani dasturxon shoh to'kin bo'lsin. Xayr, sog' bo'lib, mana hozir bitta yeb ko'rganimni ko'rasiz. Qarang. Bay. Bu brinzaga o'xshab ketadi. Yengil hazm bo'ladi. Mana juda men pomidorlar bilan yesanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va meni sahifamga kirib turinglar. Shanba kunlari shunaqa kontent beramiz. Hammaga yoqimli ishtaqa, dam olish kuni yaxshi o'tsin. Baxt uchun ko'p narsa kerak emas. Baxt uchun ko'p narsa kerak emas. Rahmat.